Qalampir yordamida sochlarni davolash qanchalik foydali? Bu albatta tabobat tomonlama ham, tibbiyot tomonlama ham albatta tavsiya etiladi, lekin buni o'zini davolash vaqtlari bor. Sizga ilmiy tomonlama soddroq tushuntirib beraman. Misol uchun, dumaloq bo'lib soch to'kilib qoldi. O'sha joyda dushmanlar soch ildiziga kelib, sochlarni birin-ketin chopib keta boshlaydi. Va shu paytda organizm ham shunga reaksiya qiladi. O'sha joydagi qon tomirlarni toraytiradi, dushmanlarni tarqalib ketmasligi uchun albatta va o'sha joyga askarlarni tashlaydi. Biz shunaqa paytda agar qalampir so'radigan bo'lsak, qon tomirlarini kengaytirib yuboramiz, ya'niki darvozani ochib yuboramiz. Shuni hisobiga o'sha dushmanlar boshqa sochlarga ham tarqab ketadi va katta hajmdagi soch to'kilishiga olib kelishi mumkin. Qalampirni faqatgina soch to'kilishi to'xtagandan keyingina ishlatish mumkin xolos. Bu albatta sochlarni tezroq o'sib ketishi uchun sharoit yaratib beradi. Agarda sochlaringiz to'kilishdan to'xtamayotgan bo'lsa va borgan sari kattalashib ketayotgan bo'lsa, albatta vrach ko'rigiga boring.